Müminlərning anasi Xadicha roziyallohu anha. Xadicha roziyallohu anha Islzada bir oilada dunyoga kelgan bo'lib, payg'ambarimiz bilan urug' tuqqandarchiligi bor edi. Yaxshi tarbiya bilan yetilgan Xadicha roziyallohu anha aqli o'tkir, hikmatlik degan sifatlar bilan tanilgan edi. Hatto qavmi ichida Qohira, ya'ni pak, hikmatlik ayol deb chaqiriladi. Xadicha tijorat bilan shug'ullanadigan ayol bo'lib, tijoratiga erlarni yollab ishlatadi. Ba'zilarini tijoratiga sherik qiladi. Xadichaning Qurayshlarnikidek tijorat karvoni bor bo'lib, bu Islzada ayol payg'ambarimizning rost so'zlik, ishonchlik, isil axloqliq bir ekanligini anglagan edi. Payg'ambarimizning tag'isi Abu Talib Makkaning cho'ng bo'lsa-mu, shu mezgillarda qo'li qisqa bo'lib qolgan edi. Bu ahvolda payg'ambarimizning kiyinlik uchun g'am yegan Abu Talib payg'ambarimizni oldiga chaqirib, "Men pul mili yo'q bir odam. Bu kunlarda jon boqmoq qiyinlashib ketdi. Beshimizga o'ylab boqmagan kunlar keldi. Hozir bizning tijorat qilgudek sharoitimizmi yo'q. Bu Xadicha tijoratchi ayol. Boshqalarni tijoratga soldi. Uning qishig'i borsang, sening yaxshi bir kishi ekanligingni bilganlik uchun boshqalar qaraganda seni avval tanlab ishlatishi mumkin" degan maslahatni berdi. Ma'lum mezgil o'tgandan keyin Xadicha roziyallohu anha payg'ambarimizga odam avatib, payg'ambarimizning xizmatchisi Maysara bilan birga mollarini Shamga olib setib kelsa, boshqa tijoratchilarga qaraganda ko'proq pul berish taklifini sundi. Payg'ambarimiz bu taklifni qabul qilib, Maysara bilan Shamga berib, mollarni setib, Shamdan boshqa mollarni elib qaytib keldi. Payg'ambarimiz qilgan bu qitimliq tijoratda ko'p foyda olgan edi. Bunun bedeliga Xadicha roziyallohu anha payg'ambarimizga deyishganidan ko'proq haq berdi. Xadicha roziyallohu anha Maysaradan payg'ambarimizning go'zal axloqi va yaxshi sifatlarini anglagandan keyin payg'ambarimizga odam avatib, payg'ambarimiz bilan aradagi urug' tuqqanchiligi, shundaqla payg'ambarimizning ishonchlik, rost so'zlik bo'lishdek go'zal axloqlar sababidan o'ziga loyiq ko'rganligini bildirdi. Amaliyotda Xadicha roziyallohu anha ayni vaqtda Makka cho'nglar tarafidan elchi kirgizilganida ularni rad qilgan bir ayol edi. Lekin payg'ambarimizning go'zal axloqini ko'rgandan keyin o'zi odam avatib to'y qilish taklifini berdi. Payg'ambarimiz bu ahvolni tog'larga aytgan edi. Ular muvofiq ko'rib Xadicha roziyallohu anhaga elchi avatdi. Payg'ambarimiz Xadicha roziyallohu anhani amriga oldi. U vaqtda Xadicha onamiz 40 yoshda bo'lib, payg'ambarimizning tunji ayoli edi. Payg'ambarimiz Xadicha onamiz vafot bo'lganga qadar boshqa ayolga uylanmagan bo'lib, Xadicha onamiz Qosim, Abdullah, Zaynab, Kulsum, Ruqiya va Fatimalarning onasi edi. Bu baxtli nikohdan 15 yil o'tganda, ya'ni payg'ambarimiz 40 yoshga kirgan pishqin vaqtlarda jaholat ichidagi ozg'in jamiyatdan ayrilib, bir necha kilometr yiroqlikdagi Hiro g'origa solinib o'tirib, osmon zaminlarning yaratquchisi haqida tafakkur qiladigan bo'lib qoldi. Hiro g'orini ibodat qilish, Parvardigor tarafidan keladigan hidoyatni kutish uchun makon qilib tanladi. Musa va Aysaga vahiy ilib kelgan Jibril alayhissalom "Seni yaratgan Rabbingning ismi bilan o'qig'in" degan tunji vahiyni payg'ambarimizga ilib kelgan edi. Bu vahiy bilan ozg'unlik ichida tengirqab qolgan insonlarni hidoyatga boshlashga tanlangan payg'ambarimizga ilohiy haqiqatlarning tunjisi boshlandi. Lekin payg'ambarimiz Jibril alayhissalomni uni 3 qitim qattiq siqib, ondan qo'yib berib o'rgatgan bu tunji darsining qo'rqinchisidan titragan holda uyga qaytdi va Xadicha onamizga "Meni o'rgab qo'yinglar" dedi. Mehribon, kuyimchan ayoli Xadicha onamiz payg'ambarimizni yo'gab qo'rqinchini ketkizishga tirishdi va nima ish bo'lganligini so'radi. Payg'ambarimiz yuz bergan ishlarni so'zlab berib, "O'zimdan qo'rqib qoldim" deganida Xadicha onamiz tasalli berib, "Ey tag'amning o'g'li, xotirjam bo'l. Alloh bilan qasamki, Alloh seni hargiz rasvo qilmaydi. Sen qarindoshlik rishtasini muhofazat qilishga tirishsan, rost so'zlaysan, ig'ir kunda qolganlarga yordam bersan, mehmonning izzatini qilasan,
haq egalariga yordam berasan, deb payg'ambarimizning qalbini xotirjam qilishga tirishdi. Va payg'ambarimiz bilan birlikda xristian olimlardan biri bo'lgan tag'isi Varaqa ibn Nawfalning qishig'i bordi. Varaqa yuz bergan voqelikni anglagandan keyin buning Musa va Isa alayhisalomga kelgan elchi Jibril alayhisalom kelganligini aytdi. Va kashki qavming seni qo'g'lab chiqargan vaqtda hayot qolgan bo'lsam, sana yordam bergan bo'lardim, deb payg'ambarimizning ko'p aziyatga uchraydiganligidan oldin xabar berdi. Jibril alayhisalom payg'ambarimizni Allohning risolatini insonlarga yetkazishga, yolg'iz Allohga iymon etish va ibodat qilishga chaqirishga, Allohdan boshqa narsalarga ibodat qilishning botillik va cho'ng gunoh ekanligini bildirishga taklif qilib, ikkinchi qatimliq vahiy bo'lgan Allohning kalomi vahiy nozil bo'lgan chaqda kiyimiga cho'mkib olg'uvchi payg'ambar. Tur, insonlarni Allohning azobidan ogohlantir. Parvardigoringni ulug'la. Kiyimingni pok tut. Azobdan, ya'ni azobga qoldiradigan ishlardan yiroq bo'l. Ko'p ilishni dil berma. Ya'ni bir kishiga biror sovg'a bersang, uningdan bergan narsangdan ko'proq narsa ilishni tama qilma. Parvardigoringning roziligi uchun qalbingda yetgan aziyatga sabr qil degan oyatlarni o'rgatdi. Payg'ambarimiz hayajonlangan, ter oqqan holda vahiyni tanishdi. Payg'ambarimiz Allohning elchisi bo'lib avatilishdan ilgari Xadija onamiz uning duch kelgan masalalarda davomli yenidan ayrilmay, uningga ko'ngil bo'lib, maslahatchi va yordamchi bo'ldi. Allohning elchisi bo'lib avatilgandan keyin bo'lsa, uningga iymon etib, payg'ambarligini tasdiqladi va yenida eng yaqin va kuchli yordamchisi bo'ldi. Hatta vafotidan keyin bir kuni vafodor payg'ambarimiz Xadija onamizni aslab do'stlariga hadiya avatganda, Aisha onamizning kundashligi tutib, Qurayshning qira ayollaridan birining aslidek nimasi bor, o'lib ketgili xili bo'ldi. Halbuki Allah sana uningdan yaxshisini berdi, deganida payg'ambarimizning ochiqdan manglay chashlari titrab ketgan edi. Va javoban Allah bilan qasamki, Allah menga uningdan yaxshisini bermadi. Hamma insonlar meni inkor qilganda, u menga iymon etdi. Hamma meni yolg'onga chiqarganda, u meni tasdiqladi. Hamma mendan kechganda, u meni tashlab etmadi. Allah menga ayollarimning ichidan uningdan avlod rizq qilib berdi, degan edi. Mana bu vafodor ayol Xadija onamiz mushundaq bir ayol ediki, Jibril alayhisalom Allohning salomini aytib, uningga jannatdagi uydan xush bishorat bergan edi. Mahluqotlarning eng afzali, payg'ambarlarning eng sharaflisi, rostchil va ishonchli deb nom olgan yo'ldoshi payg'ambarimiz Xadija onamiz haqida u Fir'avnning ayoli Asiya, Imronning qizi Maryam, qizim Fatimalar bilan birga jannat ayollarining asl zodilaridan bo'ldi, degan edi. Yana bir rivoyatda dunyodagi eng yaxshi 4 ayolning biri Xuvaylid qizi Xadijadir, degan edi. Shunday qilib payg'ambarimiz Makkada hijratdan ilgari 13 yillik islomni tarqatish safaridagi 10 qo'l yordamchisi, mu'minlarning onasi Xadija radhiyallohu anha 65 yoshida dunyodan ayrildi. Payg'ambarimiz Xadija onamiz o'lib ketganda yaqin sirdoshi, mehribon ayoli, kuchli yordamchisi, jini va mili bilan o'zini xotirjam qiluvchi do'stini yo'qotib qo'ygan edi. Xadija onamizning hayoti kunimizga qadar yashab kelgan va yashayotgan har bir musulmon ayol uchun muhim darslik, go'zal yo'lboshchi va o'rnakdir. Alloh taolo bugungi musulmon ayollar onalarimizni Xadija onamizning izidan mang'ili nasib qilsin. Qiyomat kuni Xadija onamiz bilan diydorlashqili nasib qilsin.